Salom investorlar, sizlar uchun qadrdonlar qurilish kompaniyasidan Zakrytый помещение. 7 qavatli novostroykani, ikkinchi qavatida 3 xona 71 kvadrat. Tashqarisida parkovkalar yetarli, detskiy plashatkasi. O'zini tandir o'choqlari qo'yilgan letniy kuxnyasi bor azizlar. Ichkaridan olib kirib ko'rsatamiz. Premium klass o'zini bekorga ishlatmadik. Hozir bunga o'zingizlar amin bo'lasizlar. Farg'ona shahrida bunaqa podyezdli domlar juda ham kamdan kam. Sim yonadi. Qadrdonlar turar joy majmuasi ko'rishinglar mumkin. Podyezdni ichi ancha-muncha uyni ichidan chiroyli. Ichkarisidan ko'rsatib, xotdan kirib kelishimizga keyingi nozli koridor qismi azizlar. Ko'rishinglar mumkin. Oppoqni belosnejniy qilib remontlar qilib qo'yilgan. Rasul eshiklaridan ichkariga kiramiz. Mana bu eshikning o'zi bitta donasi eng kamida 7 million 8 milliondan donasi. Ko'rishinglar mumkin, mehmonjonlar uchun mehmonxona. Bu xonamiz to'liqligicha televizor, konditsioner, xolodilnik, plus mana bu chiroyli uголовlar zakaz qilib qo'yilgan kelyapti. Mana prixoshkaga bitta prixoshka mebelimiz qo'yib beriladi. Davom etadigan bo'lsak, bolajonlarimiz uchun yotoqxonaga o'tamiz. Ko'rishinglar mumkin, barcha xonalar idealni ranglari tanlanganki, ko'zni charchatib qo'ymasligi uchun. Hamma xonamiz oynasi bor, bu xonamiz yo'q. Rasulov eshiklari. Bilganlar biladi, qimmat eshik bular. Undan keyingi maydonimiz ayollarning sevimli xonasi kuxnya. Kuxnya garnitur chiroylisi mana shu high-tekka moslab turib qo'yib beriladi azizlar. Xonadonimiz 100% so'pli pol qilingan, oyoq tagidan isiydi. Sanuzul qismi bu xonamiz ham chiroyli holatga keltirib beriladi. Undan keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan maydonimiz kattalar yotoqxonasi. Ko'rishinglar mumkin, barcha xonalar sifat bilan, did bilan remont qilib qo'yilgan. Bunaqa ustalarning ishiga bitta like bosishga arziydi. Ko'rishinglar mumkin, high-tech, smeshenniy, atachenta, plus idealni. Balkoni ko'rishinglar mumkin, parkovkasi yetarli darajada mavjud. Narxiga keladigan bo'lsa, xonadonimiz to'ldirib berish sharti bilan tayyor kirib yashashlik qilib berishiga $77 ming so'rashyapti. Albatta kelib ko'rib savdolash imkoniyatiga egasiz.